Cristiano Ronaldoni soqolli holda hech qachon ko'rmaganimizning sababi juda oddiy va sizni hayratda qoldirishi mumkin. Qaysi yili bo'lishidan qat'iy nazar, Cristiano har doim soqolsiz bo'ladi. Mana sababi. Ko'pchilik Cristiano genetik sabablarga ko'ra boshqa erkaklar kabi yuz sochlarini o'stira olmasligini o'ylagan. Biroq Cristiano Ronaldo soqol o'stira olmasligini aytdi. Ko'p yillar oldin va ehtimol eslamasligingiz mumkin, u milliy terma jamoasidagi sherigi Kvarezma bilan garov natijasida soqol o'stirgan. Har doimgidek, u o'sha kuni mukammal ko'rinish uchun soqol oldi. Ammo Ricardo Kvarezma uni jahon chempionatida o'ynagunga qadar soqol o'stirishga chaqirdi. Keyin Cristiano Ronaldo yangi imidji bilan bizni hayratda qoldirdi. Lekin biz uni bunday holatda yana ko'rmaymiz. Bu ehtimol soqolli CR7ni birinchi va yagona marta ko'rgan bo'lishi mumkin. Ko'pchilik esa asl sabab toza imidjini saqlash deb aytadi. Tanasida bo'lgani kabi, u tatuirovka qildirmaslikka qaror qildi. Bundan tashqari, soqol yo'qligi uni bir necha yil yoshroq qiladi. Lekin qanday bo'lmasin, soqolli bo'lsa ham, bu odam har doimgidek chiroyli, kuchli va maydonda yetakchi. Eng muhimi, ideal namuna.